Sapsariq oltin sochlarim kimlargadir yoqmas ekan, fikrligiga tupurgan holda bugun sizlarga qanaqa ukladka qilishimni ko'rsataman. Termiz ishlari har xillari bor, lekin menda eng zo'r ishlaydigani aynan shunisi bo'ladi. Hech qanaqa Dysonim yo'q. Ipodromskiy filmda sochimni quritib olib, chalajon bo'lib qolgan gafrimni ham qizdirib olamiz. Mana bu dazmolnima bo'lsa, bitta knopkasini bossangiz chakaga 3 ga bo'linib ketadi. Lekin hamma ishni boplab, enasini ko'rsatadiganim aynan shu bo'ladi. Endi sizlar bilan makiyaj qilib olamiz. Oy parchadek betchamizni ham to'g'irlab, o'zimizga ozgina mahliyoxon bo'lib, endi va'da qilingan ukladkani boshlaymiz. Sochimizni tepa qismidan jichaginasini ajratib olib, gafrichalarni bosib chiqamiz. Tan Xudo berdi deb ko'p qilib bosib tashamaylik, xuddi boshinglikdek bo'lib qoladi. Xuddi men ko'rsatgandek o'rab jingalik qilsanglar idealni chiqadi. Do'st dushmaninglar so'raganda katta xolamiz salonida qildim devar uradi. Cho'kachamizni ham bitta urinishda orqaga qarab tortib olsak, направо налево o'zi to'kilib tushaveradi. Endi bo'lsa erim bilan likkillab qaqqadib chiqmasam bo'lmaydi. Qaytgancha hozirgi kunda pravo olish erga tegishdan ham qiyinroq bo'lib qolgan bir paytda sizlarga krossovka opachamni tavsiya qilmoqchiman. Men har doim mashina haydaganda shunaqa esmaslik keladi. Agar sizlar ham shu bachalarga o'xshab sertifikatinglarni ko'tarib yugurib xursand bo'lib chiqishni xohlasanglar, bemalol Gulyapamga murojaat qilsanglar bo'ladi. Krossovka opam o'zlari haydashni ham chotki o'rgatib, pravilan qo'linglarga olib beradilar. Profillarni qoldirib olma, obuna bo'lish esinglardan chiqmasin. Men bo'lsa uborkalarimni tantanali ravishda ochiq deb e'lon qilaman. Keyingi reyslarda ko'rishguncha hammaga xayr.